Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyemizi başlayımız. Leksiye de sıdaqacırız, Washington'dan sözdeyimiz. Bugünkü leksiyeni sözleşten evvel iki cümlede vaziyet nime? Diyen sualga cevap vereyli. Silahı malum. Birinci ayının 7. günden 8. günü biçe Beijing'de Amerika Koşmuş Ştatları bilen Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti'nin soda sohbet vekiller ümidi tünci katım. 100 sohbet başladı. Tünci katım degen de ötken yılı 12. ayının 1. günden hesaplaganda. Şundaqla acayip bir gayri eş 1. ayının 7. günü Amerika Koşmuş Ştatları Deniz Armiyasının raketi hesaplangan kovluğu çapar hoca. Xitayning tilidagi shesa taqim orollarga, ingliz tilidagi spratel orollarga 12 dengiz bilan ishkirlab kirdi. Shundaqla 1. ayning 7. kuni sizlarga ma'lum bo'lgandek Chavshanning boshlig'i Kim Jong-un tuyuqsizda Beijingda paydo bo'ldi. Balki tug'ilgan kunini Beijingda xotirlaydi. Shundaqla Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti bilan Kanadaning vaziri Trudeau birlashma bayonot e'lon qildi. Shu oraliqda prezident Tramp efendi Jungoning Kanadaning 2 nafar fuqarosini qo'lga olganligini qattiq tanqid qildi. Shular mana shunday mushtariqada ketyapti. Ondan suhbatning murassaga keldi degan so'zlar o'tirg'i chiqdi. Taqa suhbatning natijasi hozirgacha e'lon qilinmadi. Biz shuning uchun bo'lgan oraliqdagi vaziyat o'zgarishini vatandoshlar leksiya shaklida topshiramiz. Birinchi mavzu. Yangi yil boshlanishi bilan Amerika harbiy parxoti G'arbiy dengiz taqim orollariga 12 dengiz milliy ishkirlab kirib, adaddan ziyoda dengiz huquqi talab qilgan Jungoga xiris qildi. Mavzuda xabar 1. ayning 7. kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlanadi. Washington Amerika Dengiz Armiyasining bir dona raketa hesaplangan qo'g'lug'uchi parxoti 2019-yil 1. ayning 7. kuni Jungo egilik huquqimiz bor deb ataydigan, lekin Amerika Jungo bu dengiz tavalligiga haddidan ziyoda egilik huquq talabi qo'ydi deb qaraydigan G'arbiy taqim orollarga kirib xiris paydo qildi. Washington paydo qildi. Reuters agentligi va Amerikaning Wall Street Amerika harbiy taraf amaldorlarining so'zlarini naql keltirib, bunday ko'rsatdi. US komil belgilik qo'g'lug'uchi parxot haftaning 1. kuni. Komil belgilik qo'g'lug'uchi parxot haftaning 1. kuni Spratel taqim orollariga Jungoliklar Shisa deb ataydigan orollarga 12 dengiz milliy ishkirlab kirib, erkin qatnashni yo'lga qo'yib, oraliqda Jungo Chawshu Dao deb ataydigan orol va Jungo Tungdao deb ataydigan orol va Jungo Nyungshin deb ataydigan orollar 12 dengiz milliy orollarga kirib keldi. Xiris paydo qildi. Amerika Tinch okean eskadronining bayonotchisi bunday ko'rsatdi. Bu qatim dengiz qatnash maqsadimiz haddidan ziyoda dengiz egilik huquqi talab qilishga xiris e'lon qilishdan iborat. Xalqaro qonunlar bo'yicha bu doirada qatnashning daxli tarafsiz ekanligini kapolatga qilishdan iboratdir. Demak, sen egilik huquq talab qilding, bir oylarga Jungo hukumati biz sana bugun xiris e'lon qildik degan gap. Jungo tashqi ishlar ministrligining bayonoti haftaning 1. kuni bunday ko'rsatdi. Amerikaning Janubiy dengizdagi harbiy harakatlari qonunsizlar. Va harakatni to'xtatishga haydovchilik qildi. 2018-yil 5. ayning 27. kuni Amerika Dengiz Armiyasi 2 dona harbiy parxoti o'xshash shu dengizda rayoniga ishkirlab kirgan, erkin qatnashni yo'lga qo'ygan. Jungo qattiq norozilik bildirgan edi. Jungo matbuoti shu chog'da bunday degan. Amerika bu dengiz yuzida mislsiz xiris qilishga boshladi.
Çünkü hem karşılaştığın derdisini yukarı götürüşü lazım. Amerika bilip kaynığı çekindiğin halı kilişe gerek. Amerika Deniz Armiya 2018 yılı ilgili hukuk temelliği talaş tartış kılgan Cungo igellep algan hada taşlaga bir qancha qatim fikirlep kirgan. Bundan başka Amerika'nın ittifaqlaş devletleri Angliya, Fransiya, Germaniya, Avustraliya ve Japonya qatarlıq devletler 2018 yıldan başlap Janubi Deniz'de her bir mavcudluğunu körüştüşke başladı. Yoki her bir mavcudluğunu kuchaytirishga başladı. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mudofaa Ministerligi yordamchi ministri Randy Shreyder o'tgan oyda Osiyodagi ittifoqdosh davlatlarga yana bir yilda Janubiy Jungo dengizidagi harbiy mavjudlikni qadamma-qadam kuchaytirishga haydakchilik qildi. Endi Amerika bilan birlikda Jungoga uning burayindagi harakatlarni qabul qilinmaydiganligini Jungoga aytib qo'yishga haydakchilik qildi. Jungo Amerika ve Amerika ittifaqdoshlarından Janubiy Jungo dengiziga o'zliksiz harbiy parxod avatib, yo'q yerdan pitoq chiqarib, ularning erkin qatnash harakatlari qonunsiz va ig'vogarchilikdir deb ko'rsatdi Jungo. Jungo armiyasi deniz chorlashning darajasini kuchaytirib, egilik huquqni kuchaytirish kerak deb ko'rsatdi Jungo. Jungo'dan rais Xi Jinping haftaning 5-kuni yana 5. günü Merkezi Harbiy Komite Terbiye İşleri yığınıga notok so'zlaganda armiya ofatdan qayg'urish eni, kriz eni, urush qilish eni, urushga tayyorlik qilish enini yetishtirishi va tayyorlashi lozim. Bu yana Jungo armiyasi nihoyat tezlikda taqobil turish iqtidorini yetildirish kerak deb ko'rsatdi. Demek, 1. ayının 7. günü Amerika Deniz Armiyası'ndan qovluğucu harbiy parxodi, Spratel yani Jungo'nun Şisa takım arallarına 12 deniz milicikirlep kirdi.